Ya sözgelişimden ahırda Prezident Trump da tebrikleyimiz dedim. Şu ya bir cümle söz isimden geçip kaptı geçenler. Nime desenli isimlerde bolsun ki. Bunun da 27-28 yıllar burun Amerika Qo'shma Shtatlarının şu vaqtki sobiq prezidenti, merhum prezidenti Reagan Aqsaray kiribla ishni avval bajkimaytishdan boshlagan edi. Tushundingizmi? Oxiri Prezident Trumpning o'yini kechiringlar. Prezident Reaganning 8 yillik vazifa muddati oxirlashib, prezident avvalgi bosh davri kirganda Rossiya yemirilishga, Sharqiy Yevropa yemirilishi yuzda. Bugun Prezident Trump hozir bir yil ichidagi g'albalarning teshida yilning oxiriga kelganda bajkimaytish qonun loyihasi ma'qul. Endilikdagi mavzuga diqqat qilinglar. Bu intayin sezgir bu leksiya diqqat qilinglar vatandoshlar. Mavzu bundaq. Prezident Trumpning tunji bir parcha davlat bexatarligi strategiyasi doklad harbiy ishlar strategiyasiga yo'l tuzlaganlikda. Mavzuda xabar 12 ayning 19-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshladi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Trump hukumati haftaning birinchi kuni davlat bexatarligi strategiyasini e'lon qildi. Kishilar yillik davlat mudofaa strategiyasi va davlat harbiy ishlar strategiyasiga nishon ko'rsatdi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Davlat mudofaasi va harbiy ishlar strategiyasi o'tgangilarga solishtirganda Jungodan kelgan har qanday xirisqa harbiy kuch bilan taqobil turishga ahamiyat berdi. Hurmatli vatandoshlar, men shunday tarjima qildim. Bu xabarni hozir tor betida saqlaqliq. Shunga diqqat qilinglar, muxbir shunday oldimi yoki qanday? Bu yerda nayti sezgir, nayti ig'ir bir jumla bojim, hurmatli vatandoshim, diqqat. Mana tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Davlat mudofaasi va harbiy ishlar strategiyasi o'tgangilarga solishtirganda, bu qatimqi davlat mudofaasi harbiy ishlar strategiyasini o'tgangilarga solishtirganda deb izib tushundiraylik. Jungodan kelgan har qanday xirisqa harbiy kuch bilan taqobil turishga ahamiyat berdi. Bu qatimqi davlat bexatarligi strategiyasi Prezident Trump davrida e'lon qilindi va bu strategiyada oxirgi jumlaga diqqat vatandoshim, Jungodan kelgan har qanday xirisqa harbiy kuch bilan taqobil turishga ahamiyat berdi. Qattiq gap vatandoshim. Prezident Trump 12 ayning 18-kuni u vazifaga o'tirgan bir yilda beri tunji bir parcha davlat bexatarligi strategiyasini e'lon qildi. Davlat va xalqning bexatarligiga kapolat qilish izlandi. Iqtisod gullanish hamda dunyo tinchligini ilgari surishga izlandi. Bu bir parcha yangi davlat bexatarligi strategiyasi Jungoni strategik raqobatchi o'rniga qo'ydi. Jungo boshqa raqobatchilar yetishilmaydigan iqtisod, harbiy qatorliq sohalar, harbiy ishlar sohalarida Amerika bilan raqobatlasha kuchi bor deb ko'rsatildi. Prezident Trump harbiy kuchga e'tibor berdi. Prezident Trump hukumatining tunji bir parcha davlat strategiyasi doklati Davlat mudofaa ministrligi va harbiy tarafga 2018-yillik yangi davlat mudofaasi va harbiy ishlar strategiyasining nishonini aniq ko'rsatdi. Burun Amerika Dengiz Armiyasi bosh shtabida davlat mudofaa ishlari va harbiy ishlar strategiyasini tuzishga qatnashgan Brian Clark. Burun Amerika Dengiz Armiyasida bosh shtabida davlat mudofaa ishlari va harbiy ishlar strategiyasini tuzishga qatnashgan Brian Clark Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. O'tgan hukumatlarga solishtirganda
Prezident Trump hükümeti, Cungo hükümeti qatarlıq devletlerinin milli devletlerge tehdit selişiga harbiy kuch bilan taqabul turish ahamiyat berdi. Diqqat etiniz. Brian Clark nima deydi? Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. O'tgan hükümetlerge selishtirganda Prezident Trump hükümeti hozir Cungo hükümeti qatarlıq devletlerinin milli devletlerge tehdit selişiga harbiy kuch bilan taqabul turishga ahamiyat berdi. Demak, yuqorqi jumla bilan Brian Clarkning bu so'zi bir yerdan chiqdi. Qandaq Jungo aka? Mana siyosatga mandaq keldi. Amerika xalqi uyg'onsa, ishtiga mandaq qiladi deymi Jungolar qapandi? Endi seva hozir bir jumla unutib qolmay deb aytay. Dal mushu davlat bexatarligi deklaratsiyasi strategiyasi e'lon qilingan 18-kunida Jungoning tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Hua Chunying bayonot e'lon qilib bir jumlani ta'kidladi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlashamiz. Mana bunday. Oxirida bir nima deymiz, juma vatandoshlar. Clark mundaq ko'rsatdi. Sobiq prezident Obama hükümeti nait aniq holda Jungo va Ironni hamkorlashuvchi davlatlar qatori qo'ydi. Ko'rdingizmi? Men tuninkilik ham so'zlagan edim hozir mana Clark, general Clark og'zidan chiqmadi. Sobiq prezident Obama hükümeti nait aniq holda Jungo va Ironni hamkorlashuvchi davlatlar qatori qo'ydi. Şuna sobiq prezident Obama hükümeti 8 yıl Uygurlarni tashlab etdi. Hiç bo'lmaganda bu davlatlar bilan o'zaro aloqada bo'lib, Amerikaning bexatarlik nishonini ishga oshiradigan davlatlar qatori qo'ydi. Demak, bular bilan hamkorlashib, Jungo Irondagi davlatlar bilan hamkorlashib, Amerikaning bexatarlik nishonini ishga oshiradigan qatorga qo'ydi Jungo bilan Ironni dedi. Lekin Prezident Trump ularning harbiy tahdidiga duch kelganda harbiy harakat orqali ularni cheklamoqchi bo'ldi. Endilikli deydi Clark, Prezident Trump kelganda Jungoning tahdidiga duch kelganda, harbiy tahdidiga duch kelganda Prezident Trump harbiy harakat orqali ularni cheklamoqchi bo'ldi. Ya'ni Ironni, Jungoni cheklamoqchi bo'ldi. Cemmet Devlet Müdafaa Ministeri oldingi hisobga harbiy kuch o'rinlashtirishni kuchaytirishga izlandi. Prezident Trump vazifaga o'tirib, uzun o'tmay dengiz armiya quruqlikda jang qilg'uch qismlarning 4 yulduzlik marshali Cemmetni davlat mudofaasining ministerligiga tayinladi. Cemmetis vazifaga o'tirgandan keyin Brian Clark mundaq ko'rsatdi. Osiyo, Yevropa bexatarlik qiziq nuqtalariga harbiy kuch o'rinlashtirishga ahamiyat berdi. Cemmetis vazifaga o'tirgandan keyin Osiyo, Yevropa bexatarlik nuqtalari, qiziq nuqtalariga harbiy kuch o'rinlashtirishga ahamiyat berdi. Kelar yili Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaasi va harbiy ishlar strategiyasi bu o'zgarishni gavdalantirdi. Mo'sha bo'layotgan o'zgarishlarni kelar yili Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministerligi va harbiy ishlar strategiyalari gavdalik holda gavdalantirdi. Clark mundaq ko'rsatdi general, men o'ylayman, Cemmetis o'xshash bo'lmagan usullarni qo'llanib, harbiy to'qinishni bartaraf qiladi. Onun qarışça oldingi hisobga e'tibor berib, oldingi hisobga harbiy kuch o'rinlashtirib, urush rayoniga texnika ko'p harbiy kuch o'rinlashtirib, bexatarlik yetib kelgan krizisni to'sish va krizisga taqabul turish kerak. Demak, hozir Janubiy dengizda deysiz, Sharqiy dengizda deysiz, Tayvan bo'g'ozida deysiz, aeroplan kunduz shuvati deysiz, bu bir tahdid. Şuna bir yerda Cemmetis Devlet Müdafaa Ministeri Amerika Qo'shma Shtatlarining ularga taqabul turish kerak. Shunga Osiyo rayoniga va krizis paydo bo'lish mumkin bo'lgan rayonlarga harbiy kuch o'rinlashtirishni ta'kidlaydi. Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin undaqcha qaradi. Har bir xarajatni zo'r ko'lamda, harbiy xarajatni zo'r ko'lamda oshirib,
harbiy kuchni zo'r ko'lamda yuqori ko'tarish, balki diplomatiya xarajatini zo'r ko'lamda azaytib o'tish kerak. Bu diplomatiya xarajati esa Amerika Qo'shma Shtatlarining diplomatiya amaldorlarining u yoqqa bordi keldi qildigan xarajat emas, do'stim. Bu yerda diplomatiya xarajati balkim yana nimani o'z ichiga oldi? Dunyodagi har qaysi davlatlarga berilgan yordamni o'z ichiga oldi. Masalan, Misrdagi davlatga Amerika Qo'shma Shtatlari xatomi to'g'rimi esimda qilishicha 70 milliard dollar har yili. 70 milliard dollar. Bu san to'g'rimi emasmi, lekin shuncha pul berdi. Bu yerda ijtimoiy diplomatiya xarajatini azaytish degan mana shunday ishlar qaratilgan bo'lsa kerak.